75 kvadrat, narxi 75 ming. Mana shunaqangi zaxada jili uyimiz arziydimi yo'qmi puliga bitta arzon qilaylik o'ylarni operator. Mana shu eshikdan kiraverish, mana shu prixoshka, mana shu o'ng qo'limizda garderob, shkofi va shu gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bittadan arzon qilamiz. Mana shu zal qismi bo'ladi. Yangi remont qilingan, har bitta xonasiga batareyasi bor, duxkonterli kotel joylashtirilgan va buni 6 metrlik veranda, balkoni ham bor. Mana shu tayyor bitta zali, televizorgacha, gilamlarigacha. Kattalar uchun yotoqxona operator. Do'stlarni divan, katta terrazasi bor, batareya bor, konditsioner bor, termozona, garderob, shkofi bor. Faqat chamadoncha bilan kelish kerak, yotish kerak, damni olish kerak. Bu bolalarimiz uchun yotoqxona. Bu xonasiga ham batareyasi bor, terrazasi bor, bez guluxoy. Ikkita mana shunaqangi divancha qo'ygan, garderob, shkof ham bor. Ana endi bitta kuxnini ko'rsatamiz operator. Mana shu oyoq tagimiz polni topli pol bo'lgan. Kuxni mana shu yerga stralniy mashina, raxmeni turibdi. Gaz plita, vitishga eng qizig'i Zolotoy etaj 4 qavatli binoni 2-qavatda joylashgan. Mana shu 6 metrlik verandasi bo'ladi. Bu yerga alohida konditsioner joylashgan. Mana shu mebellarigacha bu yerga ham batareyasi bor. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, srochni aloqaga chiqinglar. Adresimiz Gagarin shu yo'lning ustida, shu birinchi qator emas, ikkinchi qatorda joylashgan. 4 qavatli binoni 2-qavatda Zolotoy etajda. Pastda nomer qoldiramiz, srochni aloqaga chiqinglar. Yo'q, 75 mingga qurbim yetmaydi. 35 ming, 40 ming pulim bor deganlar uchun boshlang'ich to'lov to'lab, qolganini 1 yildan 10 yilgacha ipoteka qilsalaringiz ham bo'ladi.